sirena migalkalarga red bo'layotgan bir paytda sizlar bilan akalar qonuniy qoidabuzarlik qilamiz. Qani ketdik. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda qoidabuzarlikni go'yoki qonuniy ko'rinishda namoyish etmoqchi bo'lgan shaxsning video tasvirlari keng tarqalib muhokamalarga sabab bo'ldi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida fuqaro Yusupov Abbos Akmal o'g'li jamoat joyida yurish-turish qoidalarini qo'pol ravishda buzgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, u boshqaruvidagi davlat raqami 01A 500X bo'lgan Malibu rusumli avtomashinasida Namangan shahri Lola mahallasi hududidan o'tgan qatnov yo'lida katta tezlikda harakatlanib, megafon, ya'ni ovoz kuchaytirgich qurilmasidan foydalangan holda yo'lda harakatlanayotgan boshqa transport vositalari haydovchilaridan yo'lni bo'shatishni talab qilgan. Mazkur holat esa yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga xalaqit berib, haydovchilarning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu qonun-qoidalarni bilmagandan katta keng bo'lib ketdi. Qilgan ishni tushunmayman. Ovoz kuchaytirgichda yo'ldan qochinglar deb turaylik. O'zimiz men bilmagan holatda qoidabuzarlik qilib qo'yman. Oldimda kesgan mo'shalarni ham xalaqit qilganligimdan tushunib yetdim. Kechirishlarni so'raymiz. Qilgan ishimizni afsuslanamiz. Qayta bunaqa ishlar takrorlanmaydi. Qonuniy qoidabuzarlik deganda aynan nimani nazarda tutdingiz? Biz endi mashinamizga avtomobilga o'rnatilmagan-ku, avtomobilga o'rnatilmaganligiga qoidabuzarlik emas deb o'ylaganmiz. Lekin aslida qonun chora bor ekan, qoidabuzarlik ekan. Biz bu narsani bilmagandik. Biz haliga o'rnatilmaganligiga qoidabuzarlik bo'lmaydi shekilli degan holatda biz Instagram tarmoqlariga qo'yganmiz. Uzr so'rayman, o'sha haydovchilardan ham, boshqalardan ham qayta bunaqa ishlar takrorlanmaydi. Yo, boshqalarga hech kimga tavsiya qilmayman. Bu noto'g'ri narsa ekan. Hech kimga tavsiya ham qilmayman. Hamma narsa qonuniy kuchga ega. Fuqaro Yusupov boshqaruvida bo'lgan Malibu rusumli avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Shuningdek, avtomashinada aniqlangan ovoz kuchaytirgich qurilmasi ashyoviy dalil sifatida Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi ixtiyoriga olindi. Fuqaro esa yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishiga tahdid soluvchi yoxud transport vositasida yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga nisbatan hurmatsizlikda ifodalangan boshqa xatti-harakatlarni namoyishkorona sodir etgani uchun jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10-moddasiga asosan 1 yil va 6 oy muddatga avtomashina boshqarish huquqidan mahrum etildi. Eslatib o'tamiz, yo'l harakati qoidalari barcha uchun bir xil. Yo'lda o'zini ustun qo'yish, boshqa haydovchilarga xalaqit berish qonunga zid hisoblanadi. Va yana bir ma'lumot, qoidabuzarlik o'z nomi bilan qoidabuzarlikdir. Uning hech qanday qonuniy usuli mavjud emas. Shunday ekan, qoidabuzarliklar kashf etish o'rniga yo'ldagi xavfsizligingiz uchun qonunlarga bo'ysuning.